Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndikdən xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Beijing gündəlik gazetorunun 12-ci ayının 26-cı gündəki xəbərdə bildirilishicha, Xitoy Diplomatiya Ministerligining bayonotchisi Maoning Amerikaning atalmış Şinjan to'g'risidagi yillik kishilik huquq doklatining yaqinda e'lon qilinishi va Xitoyning 2 amaldori va 3 Xitoy shirkatiga jazo yurgizganligi. Amerikaning atalmış Şinjandagi kishilik huquq masalasini bahona qilib, Xitoy amaldorlari va shirkatlarni jazolashiga qarshi qarorlik muxbirlarni kutib olishini o'tkazgan. Maoning muxbirlarni kutib olishini nima degan? Amerika atalmış Şinjanga münasibətlik yalğan hikoyalarni yeni bir qatim o'ydirib chiqadi va tarqatdi. Atalmış Şinjandagi kishilik huquq masalasini bahona qilib, Xitoy amaldorlari va shirkatlarga qonunsiz jazo yurgizdi. Xitoyning ichki ishlariga aralashib, xalqaro qonun va xalqaro munosabat qoidasiga og'ir darajada xiloflik qildi. Shundaqla Xitoyning obraziga og'ir ziyon soldi. Hamda Xitoyning munosabatlik amaldorlari va shirkatlarining qonun huquq manfaatiga og'ir ziyon yetkazdi. Xitoy hukumati bunga qat'iy qarshi turdi va qat'iy ayblaydi. Hamda Amerikani keskin suhbatlashishga taklif qildi. Maoning yana mundaq deb ko'rsatdi. Junqo Xalq Cumhuriyatining chet elga qarshi jazo qonuniga asosan uzundan buyon atalmış Şinjanga munosabatlik sezgir uchurlarni isbot sifatida to'plab, Amerikaga qonunsiz yetkazgan Amerikaning axborot va sonliq ma'lumot shirkati bo'lgan Harun shirkati va shirkatning tekshirish direktori Imon Shu va Amerikaning burunqi ilg'or mudofaa tadqiqot markazining sobiq tadqiqotchisi Nikol Morget qatorliq 2 kishi va bir shirkatga qarshi tadbir qo'llanib, yuqorqi 2 kishining Xitoyga kirishini cheklaydi. Hamda yuqorqi shirkat va shaxslarning Xitoydagi uy mulk va bank hisoblari to'xtatildi va Xitoy ichidagi aloqa va savdo hamkorlik faoliyatlarini cheklash jazosi yurgizildi. Maoning oxirida biz Amerikani Xitoyga qarshi chaplash va tuhmat qilishni to'xtatishni, Xitoy amaldorlari va shirkatlarga qonunsiz bir taraflama jazo qo'llanishni va Uyg'ur majburiy emgakini oldini olish qonunini yurgizishni to'xtatishni yana bir qatim talab qilamiz deganlarni bildirgan. Xitoy iqtisod to'rining 12-ci ayının 26-cı gündəki xəbərdə deyilishicha, 12-ci ayının 25-ci günü Xitoy Temir yo'l Ürümçi guruhi cheklik shirkati Ürümchida 2024 yillik strategik xaridor chaqirish va imzo qo'yish yig'ini ochgan. Xitoy Temir yo'l Ürümçi guruhi cheklik shirkati 31 korxona va o'rinlar bilan strategik hamkorlik kelishimi imzolagan. To'xtamda deyilishicha, 2024 yili umumiy to'shish miqdorini 178 million tonnadan oshirdi. Bu miqdor bo'yicha hisoblaganda to'shish miqdori o'xshash mezgildagidan 10,9% oshadi ekan. Bu yil kirgandan buyon atalmış Şinjan temir yo'l tarmoqlari qatnash mulozimati kapolatlik qilish va Ipak yo'li iqtisodiy belbog'ining yadroliq rayoning qurilishiga a'lo mulozimat qilish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatib, 12-ci ayının 8-ci kunigacha 200 million 100 ming tonna yuk to'shishni amalga oshirib, yillik vazifasini bulturqidan 13 kun burun tamomlagan. Atalmış Xitoy Şinjan temir yo'l tarmoqlari energiya boyligini Xitoy davlatining strategik qo'llash bazasi qurilishini tiziltishiga yordam berish uchun ko'mir, ruda, po'lat temir qatorliq ko'p xil materiallarni to'shishga ahamiyat berib, hamda qarorlik moslashtirish yig'ini chaqirib, ta'minlashni tezlatib, korxonalarning saqlash va iste'mol qilish va ashyo oborti tannarxini o'lcharish, shundaqla to'shish miqdori qatorliq jihatda texnik ilgirlashlarni qo'lga keltirganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.